2022 yil 1 tonna 200 dizelni tozasidan so'raganlar bor edi. Oxirgi paytda salarkali mashinani ko'pchilik so'rashyapti. Holatlari haqiqatan o'ta ham ideal. Yonboshda sandiqchasi bor, orqasida ham sandiqchasi bor. Ikkiga mana tomida ham shu bagaj sandiqchalari bor. Atsinkoylarni qarang, yangidek turibdi mashina. Top-toza. Orqasida dugasi bor ekan. Salonning ichiga alohida to'xtalib o'tamiz. Bu nakleykanı ham alohida yopishtirgan ekan. Mashina hali ko'p ishlamagan, ko'rsanglar. Bu yerlari ham o'rnida turibdi. Charimlari ham juda chiroyli. Bortida hatto qirilgan, chizilgan joylari ham yo'qdi. Hop, arqon tortishimiz uchun bu narsa. Ikkining tagini qaranglar. Alohida resor qo'shtirgan ekan. Tag gulshitrlari ham top-toza turibdi mashinani. Balonlari ham yaxshi holatda. Oldiga ham qo'shtirgan ekan. Resorlarning tagini qarang, tozaligini buni. Mashinaning holati haqiqatan juda ham ideal holatda. Balonlar yaxshi. Kofe rangidan ko'pchilik so'rashadi mashinangdan. Ayniqsa Samarqand, Buxoro taraflar bizda mashinanga juda ham ishqiboz. Haqiqatan trendda bu rang. 22-yilga 6-oy mashina. Saloniga alohida to'xtalamiz endi. Eshiklarni qarang, tozaligini mashinani. Roliga chexol qo'ydirgan ekan. Cruise kontroli bor ekan, monitor bor, Euro 6 mexanika. Bu mashinani shunday o'rindiqqa yotqizsangiz, spalniy bo'ladi. Bemalol uxlab dam olib ketaverasiz. Uzoq yo'l uchun maza qilib minadigan mashina ekan. Hamma funksiyalari bor. Sideniya soviydi, qiziydi, roli qiziydi, bakoylarida spirallari bor, даже palasi o'qiydi mashina. Video registrator bor. Mashinani bir zavat qilib ko'raylik. Motor qismini ham ochib ko'rsatamiz keyin. Yengiliga olyapti-yu. Hop, hozir mana o'rindig'ini yotqizib ko'rsataman, qanday dam olishni bilib olasizlar. Qanaqasiga bu spalniy bo'lishi mumkin deyshadi ko'pchilik. 1 tonna 200 lik haqiqatan bo'yi baland bo'ladi. Minib ko'rganlar maza qilishadi-yu, minayotganlar. Kорабль minayotgandek bo'lyapmiz. Kemada ketayotgandek bo'lamiz buni minsa deyshadi. Ozgina jo'skiligi bor, sababi oldi resorli bo'ladi. Hop. Ko'proq yuk bosadigan bo'lsanglar, juda ham yumshoq yuradi. Hadovoy temirdan bo'lgani uchun deyarli juda ham pokiza holatlari ham, oldi torpedalari ham chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Hozir o'rindig'ini yotqizasiz. Xolasangiz orqasida ana yostiqchalarigacha bor. Mana shu yerda yotib ketsangiz ham bo'ladi yoki bu yerdan shunday cho'zilasizda torpedani oyog'i torpedaga qo'yib uxlab ketsangiz ham bo'ladi. O'zingizga qulay moslab olsangiz bo'laveradi. Buni qo'yib olib mana bunday holatda uxlasangiz ham bo'laveradi-da. Rosa ham uzoq yo'lga moslangan mashinamiz. Hozir motor qismini ham alohida ochib ko'rsataman. Qani motorni ko'ramiz. Motori ham sodda ishlab turibdi, top-toza. Yog' qo'ygan, sachragan joylari ham yo'q. Taglarini qarang. Motorning ovozlari ham unaqa shovqin emas. Bitta tempda ishlayapti. Xo'p, endi bu mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak, hop, 18500 bilan O'zbekistonga dostavka qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Rastam o'shkasi bir 12000 atrofida chiqadi. Lekin holatiga yarasha toza mashina so'raganlar dizelidan aloqaga chiqaverasizlar.